Men soqchi amaldori Henry Lando. Eliq ish to'g'risida sizdan bir necha savol so'ramoqchi edim. Menga yordam qilib, eliq ayolni tepishib bering. Ishga chiqqan birinchi kuni qanday bo'lib o'tadi? Yaxshi emas. Haqiqatga qancha yaqinlashgan sari bu ishlarning qanchalik qo'rqinchli ekanligini his qilasiz. Qachon harakatni boshlaymiz? Bizni nimishqa bu yerga keldingiz? Oilangizdagilar mush yerga tava bo'g'ishqa, mush yerga keldinglar. U bekli beymani gap qilyotidi. Yarim bo'lyaptiman. Yanama keling, qadrligim. Ehtiyot qiling. Sangi nima kerak? Agar o'rningizda bo'lsa, bunda xatarga hargiz tavakkul qilmagan bo'lardim.